Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Free Fire ga almaz olishni o'rganamiz. Ya'ni Free Fire ga donat qilishni o'rganamiz. Ya'ni 3 xil usulda donat qilishni o'rganamiz. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladi Telegram. Telegram kiramizda uz bot qidiramiz. Va mana shu sayt chiqinglar, mana shu bot chiqinglar. Bu bot kiramizda start bosib, ro'yxatdan o'tib, web app ochishni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda mana shunday oyna ochiladi va biz Free Fire ustiga bosamiz. Bunda hozircha PUBG o'yini yo'q. Hozircha Free Fire o'yini bor. Bu yerga o'yin ID'mizni kiritamiz. O'yin ID'mizni kiritamiz bu yerga. Hozir tekshirishni bosamiz. Tekshirishni bosganimizdan so'ng mana nicklarimiz to'g'ri, agar ID to'g'ri kirgan bo'lsa nicklarimiz chiqib keladi. Va shu ID mavjud bo'lsa ham chiqib keladi. Shu yerda voucherlar bor, anaqalar bor. Buni sotib olishingiz mumkin. Haftalik bor, kichkina haftalik hozir 6000 so'm, haftalik obuna 17000 so'm, 78000 so'm oylik voucher. Bizda 100 almas olsangiz 10 almas bonusi bor ekan va 10.000 so'm, 10.600 so'm. Buni bitta bosib turib, savatga qo'shish tugmasini bosamiz va savatga qo'shiladi. Savat bu yerda promo kod bor, lekin hop promo kod yo'q. Menda promo kod yo'qligi uchun, shuning uchun oddiy qilaman. Agar promo kod bo'lib qolsa, men sizlarga shu videoni kommentariyasiga promo kod yozib qoldiraman va to'lovga o'tishni bossak, balansingiz ham yetarli emas deyapti. Kerak summa 10.600 so'm, balansingizda 1000 so'm pul bor deyapti. Hop. Uramiz, ya'ni men balansimda 1000 so'm pul bor, aslida men ko'rishingiz mumkin. Bu yerga esa biz balans to'ldirishimiz uchun balans tugmasini bosib, bu yerga kiritamiz. Summa misol uchun 10.000 so'm, 10.000 so'm. Va balans to'ldirish tugmasini bosganimizdan so'ng mana shu ikkita karta chiqib keladi. Mana shu ikkita kartaga biz 10.000 so'm summani o'tkazsak, bizga xuddi shu bizga balans 10.000 so'm balans tushadi. Sizga 4 minut, ya'ni 5 minut vaqt beradi to'lov qilishingiz uchun. Shu 5 minut ichida siz to'lov qilib ulgurishingiz kerak. Xo'sh. Va to'lov qilganingizdan keyin to'lov qildim tugmasini bosasiz. Va almashishni qilib olishingiz mumkin. Qani bo'lsa biz keyingi donat qilishga ketdik do'stlar. Mana do'stlar, keyingi donat qilish usulimizdan sizlarga yana bitta bot ko'rsatib ketaman. U 3 talikni ichiga kirmaydi do'stlar. U 3 talikni ichiga kirmaydi. Bu o'sha keyingi bot donat qilish bot ko'rsatib o'taman. Yozamiz. Uz bot. Yozsak mana shu bot chiqib keladi. Mana shu bot chiqib keladi. Buni ham start bosib ro'yxatdan o'tib, start botni bosamiz. Xo'sh, start botni bosganimizdan so'ng mana bunda ham 1000 so'm tepada ko'rganingizdek, men bunda ham 1000 so'm balansimda 1000 so'm puli bor. Bunda PUBG bor, Free Fire ham bor. Bu o'yinlarni Counter ham bor ekan. Men bu o'yinlar o'ynamagan, PUBG, Free Fire o'ynagan uchun Free Fire tanlayman. Xo'p, bu o'yinlar Roblox ham bor. Ham shu unaqasiga donat qilishingiz mumkin, PUBG ga ham. Xo'sh. Free Fire ustiga bosamiz. Mana do'stlar, Free Fire ustiga bosganimizda mana shuni oyna ochiladi. Bu yerda ham mana 100 almas, ya'ni 110 almas, ya'ni plus 10 almas qo'shimchasi bilan 11.000 so'm turibdi. Bu juda qimmat deyishim mumkin, lekin bunda men promo kodim bor. Promo kod bilan biz xuddi shu 11.000 so'm pulni biz tushiramiz. 10.000 so'mga tushiradi. Hammasi katta bilan to'g'ri yozamiz. Tekshirishni bossak, mana 10.525 so'm bo'ldi. O'ynaydigimizni kiritamiz. O'ynaydigimizni sotib olish tugmasini bosamiz. Tasdiqlash
davom etishni bosamiz. Hisobingizni mablag' yetarli emas deb pastlatishdi. Chunki mening hisobimda 1000 so'm puli bor. Bunda ham hamyon tugmasini bosib turib, xo'sh, balans to'ldirish tugmasini bosib turib, bunda ham bironta karta uslubini tanlab, summani kiritib turib davom etish bosib, xo'sh, bu yerda mana shu ikkita kartaga o'sha 10.000 so'm tashlaysizlar, ya'ni 5 minut vaqt beradi. To'ladim degan tugmani bosasizlar va sizlarga balanslanga 10.000 so'm tushadi. Bu yerda mana bunaqa kartalari bor. Endi 100.000 so'm qolishimizga to'g'ri keladi. Mana do'stlar, ko'p turganingizdek bunisiga 100 so'm to'laymiz. Mana shu kartalarga bittasiga pul tashlaysiz. Mana yozib qo'ygan kartaga aynan ko'rsatilgan summa o'tkazing. Agar summa 1 so'mga kam yoki ko'p bo'lsa ham mablag' hisobingizga tushmaydi deb yozib qo'ygan. Mana do'stlar, shunday qilib yozib o'tishingiz mumkin. Endi ikkinchi javob berish uslubiga o'tamiz. Harakat. Mana do'stlar, ikkinchi javob qilish uslubimiz mana bu oson programma orqali javob qilish bo'ladi. Lekin aytib o'tishim kerak, bu oson programma orqali siz haftalik voucherlar tashlay olmaysiz do'stlar. Haftalik voucherlar tashlay olmaysiz. Bu anaqa orqali oson programma orqali faqat naqd almas tashlashingiz mumkin. Oson ilovasiga kiramiz. Qidiruv bo'limiga Free Fire ana free demosak, o'zi Free Fire global chiqdi. Free Fire global ustiga bosamiz. Tanlash, almaslar tanlaymiz, almas tanlaymiz, to'lov ma'lumotlarni bosamiz. Almasdan turib 12.000 so'm bo'lib turibdi bu yerda. 12.000 so'm. Va to'lash tugmasini bosing. Almas, ya'ni almas tushmaydi do'stlar. To'lash tugmasini bosing, almas tushmaydi, ya'ni sizlarga mana bunaqa chek beradi. Xo'sh, mana Free Fire global 2 marta mana 2 martadan o'tganman. Sizlarga chek beradi. Mana shunaqa chek beradi. Bu chekda siz mana bu kodini, mana shu kodni ichida almaslaring bo'ladi do'stlar. Mana shu kodni sizlar shuni ustiga bosib kopiya qilib olasizlar. Mana misollarni kopiya qilamiz. Mana nusxalantiryapti. Mana shunday chek beradi. Bu almas tushib qoldi hisobi emas. To'lash tugmasini bosib almas tushadi deb o'ylamanglar. Mana shu kodni olasizlar va kodni nusxalab olib turib Google ga kiramiz. Google ga kirib turib, Garena Shop deb yozamiz. Garena Shop yozgandan keyin adashib qolmanglar do'stlar. Yozgandan keyin mana saytga kirishlaring kerak, ya'ni kgshop.garena.com. Mana shu. O pastda ham turibdi, lekin bu bunaqa ofitsialniy sayt emas. Mana bu mana shunisi ofitsialniy sayt do'stlar. Mana shu ustiga bitta bosamiz. Mana do'stlar, o'sha saytga kirganlarga mana shunday bunaqa chiqadi, oyna ochiladi. Bu yerga esa o'yinchi ID'sini yozamiz. Ya'ni o'yin ID'ni yozamiz. 77 yozamiz. Va tizimga kirishni bosib turib yozsak, mana Free Fire linkimiz chiqib keladi. Ya'ni bu chiqib keladi, to'g'ri bo'lsa chiqib keladi, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri ID deydi. Bu yerga o'sha kodni yozamiz. Mana pastga oling o'tsak sotib olish deb turadi. Biz oling deb o'tib turib, bu yerga o'sha kodni yozamiz. Ya'ni shu kodni yozganimizdan so'ng sotib olishni bossak, kechirasiz, karta allaqachon ishlatilgan deyapti. Pastlarni ko'rganingizdek, kechirasiz, karta allaqachon ishlatilgan. Xo'sh, bu kartani ishlatib bo'lganmi? Bu karta faqat bir marta ishlatiladi. Boshqa ishlata olmaysiz. Xuddi shunga bossangiz, sotib olish bitta bossangiz, yangi karta bo'lsa, almaslaring tushadi do'stlar. Joyida tushadi almaslaring. Xo'sh, biz keyingi danaqish uslubiga o'tamiz. Mana do'stlar, bu yerda ikkita hozir aytib o'tish esdan chiqib qoldi. qgz.garena.com bor. Pastda ham shunday birga bir unaqa kopiyasi turibdi. Lekin biz shuni ikkinchisiga kirsak, endi ikkinchisiga bossak, xo'sh, ikkinchidan
topmaydi. Bu ofisial sayt emas, bu o'chirib tashlangan saytmi bilmayman. Bu sayt ochmaydi. Bu tepadagisi shu mana bunisi ochmaydi, mana shunisi ochmaydi, bunisi ochadi. Bu haqiqiy Garinani ofisial sayti bo'ladi. Xo'sh, keyingi o'tadigan bo'lsak, bizga keyingi tanlash usulimiz bunga ham Google kerak bo'ladi. Google'ga Buldrop deb yozamiz va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Ya'ni boshqa saytlar kirmaydi menimcha. Mana do'stlar, boshqa saytlarga ham kirsa bo'lar ekan. Birinchi chiqqan yoki shu bostirang shuni Buldrop chiqqanlar, mana shu Buldrop bo'ladi do'stlar. Bunda birinchi kirishdan bo'lsa ro'yxatdan o'tasizlar, Google orqali ro'yxatdan o'tib kirsangiz bo'ladi. Bu yerda ham almashtirsangiz bo'ladi, ya'ni bunga ham hisob to'ldirasizlar, pulchan ustiga bosasizlar. Hisob to'ldirish uchun pulchan ustiga bosib, mana karta, bank kartasini bosasizlar. Bu yerga necha bu yerga summa kiritasizlar, misol uchun 10 ming so'm, 69 ta berdim. 69 ta. Bunda ham promo kod ishlasangiz bo'ladi. Promo kod ishlatib 20% skidka qilsangiz bo'ladi. Hozir 69 ta. Ya'ni u promo kod kiritilganligi uchun 69 ta. Agar promo kod olib tashlansa, 52 tani ishlayam bo'lib qoladi do'stlar. Promo kod xohlagan bitta YouTube bersa promo kodini kiritsangiz bo'ladi. Misol uchun Max 20. Yo'q, hozir Ali yo'q. Sheyx promo kodi. Ali Sheyxniki. Mana Sheyxniki mana 20% bonus berdi. 69 ta. Xo'sh, 69 ta bu Free Fire unaqasiga tushmaydi. Bu mana bu tepada ko'rsatilgan mana bitta almashtirda 70 ta bo'ladi. 69 ta o'zingizniki bilan hisoblasa 70 ta bo'ladi do'stlar. Xo'sh, teparoq keyin to'ldirish tugmasini bosamiz. Masalan, mana shuni o'yin ochiladi. Bu yerga qaysi kartadan to'liq qilmoqchisiz, o'zingizga kartangizdan to'liq qilish uchun o'sha kartangizni raqamini yozasizlar. O'sha raqamini va bu yerda oyi va yilini bosib turib, to'lash tugmasini boslang, to'lanadi. Va sizlarga shu mana shu ikki balans tushadi. Mana do'stlar, ro'yxatdan o'tishni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shuni kirishingizda mana shunday o'yin ochiladi. Siz VoidTV account ustiga bitta bosib turib ro'yxatdan o'tish. Google ustiga bitta bosasizlar. Chiqqandan keyin bu yerda qaysi hisobda kirmoqchi bo'lsangiz shuni tanlaysizlar. Tanlagandan keyin mana bo'ldi do'stlar. Kiradi. Mana hozir kiryapti. Mana do'stlar, bu Buldropda bir yaxshi tarafi bor. Yaxshi tarafi bu mana shudagi bitta almashtirangda, misol uchun o'sha 70 ta, 69 ta almashtirangda bir 85 ta, 100 ta almashgacha ko'tarib olsalaring bo'ladi. Ko'paytirib olsalaring bo'ladi. Buning uchun mana keyslar otasizlar, 18 ta keysga shuncha tushishi mumkin. Ya'ni bu bitta tushgan narsalarning son qiymatlari bor. Misol uchun mana bu hayvoncha esa 95 almasaga, agar mana shu keysni otasini, mana shu keys ichidagi narsalar, mana shu keysni otgandan keyin mana shu hayvoncha tutsa sizlarga 95 almas beradi debdi. 95 almas minimal miqdor 95 almas beradi. Sochish tugmasini bosib 95 almas sotib 95 almas olsang bo'ladi. Buni chiqarish uchun menyu bo'limiga o'tib, eng tepadagi shaxsiy kabinetni bosib, xo'sh, yo'q, bu yerga chiqarib olish uchun mana bu chiqarib olish mana shuni ustiga bosasizlar. Oskinlandagi Free Fire o'yinini tanlaysizlar. Bu yerda har xil masalan CS:GO, PUBG, Roblox, Free Fire shunday o'xshash o'yinlar bor. Free Fire ustiga bosasizlar, bu yerga mana shunda yechilgan, mana shunda ko'rsatilgan, mana tepada ko'rsatilgan summadan necha pul yechmoqchisan, so'rashlarda 200 ta bo'lishi mumkin, 300 ta bo'lishi mumkin. Misol uchun 300 ta deylik, sizlarda 300 ta bo'lsa, shundan 300 tani 100 tasini yechmoqchisizlar. Bu yerda faqat minimal kattalik son 100 ta. Undan misol uchun 59 ta yoki 99 ta yechib bo'lmaydi, faqat 100 ta yechib bo'ladi. 100 taga mana 100 110 almas beradi.
63 taga ham yetib bo'lmaydi. Faqat 100 ta. Minimal kattaligi 100 ta. Undan ko'proq ham ketaveradi. 1000 ta, yana 10 000 ta. Ashning do'stlar. Xo'sh. Kiritamiz, 100 tani bosamiz. 100 tani bosib turib, mana shu sariq tugmani bosasizlar. Mana sariq yapasizlar, mana sariq tugmani bosasizlar. Bosganlaringdan keyin men hisoblayman, misol uchun 300 ta bo'lsa, bosganlaringdan keyin 200 ta qoladi, sirasi 200 ta qoladi va yechiladi do'stlar. Bosamiz, sizda mablag' yetarli emas deyapti bu yerda ham. Xo'p. Va yechganlaringdan keyin kutish vaqti berasizlar, kutasizlar. Xo'sh, mana kutganlaringdan keyin kabinetga o'tib turib, bu tomonga bosasizlar, mana o'tsalaring. Mana sizlarga mana shu kod keladi do'stlar. Kod keladi. Ya'ni qanaqa kod? Boya ko'rsatganimdek, haligi raqamli kodlar keladi. Boya oson ilovasida ko'rsatganim mana shu raqamli kodlar keladi. Ya'ni vaqtni beradi. Shularga o'sha 24 soat ichida sizga kod yuboradi. Tekshirib turishingiz kerak. Uzog'i 20 minutda kod keladi. Men sinaganman do'stlar. Uzog'i 20 minutda kod keladi mana shu. O'sha mashq o'tganlardan keyin o'zi kod yechilgan. Men shuncha almaz yechib olganman. 110, 231 shuncha almaz yechib olganman. Do'stlar, yechib olganman. O'zi vaqt ketayotganligini ko'rsatib turadi, ajralib turadi va kelgan kodni shuni kod ko'rishga bosib turib nusxalab turib, o'sha boya aytgan Garena shop, kgz.garena.shop.com saytiga kirib yechib olasizlar. Yana bu yechib olsalar ham bo'ladi. To'ldirish ustiga bosib, mana bu yerda to'ldirish ustiga bosisalaring, mana bu yerda Garena degan yozuv turibdi. Ash Garena yozuvining ustiga bossalaring, o'sha sayt, ya'ni mana tepada kgz.shop.garena.com saytiga olib kirib ketadi do'stlar. Agar videoda kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men tushunmagan joylarga boshqa video qilib tushuntirib beraman do'stlar. Xo'sh, mana o'sha olish va o'sha kodni kiritib sotib olish tugmasini bossang, 1 sekundga qolmay akkauntlaringizni almashib tushadi do'stlar. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa o'zim so'rayman. Bu yerda kamchiliklar bo'lsa o'zim so'rayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalga like bilan obuna bo'lishni unutmang.